Assalomu alaykum hurmatli masterlar. Barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holatda bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz klassik uslubdagi soch bo'lib, bu kuyovlarga va to'yga borishga, tantanalarga borishga mo'ljallangan soch turmagini qilishga harakat qilaman va o'z bilimlarimni sizlar bilan ulashishga harakat qilaman. Unaqada ishimizni boshlaymiz. Har doimgidek o'sha klassik uslubda ham sochni imkon qadar o'sha zonalarini bo'lib olamiz. Ya'ni yon qism zonasini, orqa qismni, tepa qismni alohida olganimiz yaxshi. Va bugungi soch turmagim, ya'ni bugungi mijozimizni sochlari ozgina murakkab bo'lib, murakkabliklari jihatini o'sha yonlarida ko'p olinib olsa, turib, o'sha tikka holat bo'lib, o'sishi, uni oldini olish haqida ozgina tushuntirishga harakat qilaman va bu mijozimizning ikkita yon tomonlari ikki xil o'sadi. O'sha tomonlarda ham, o'sha vaziyatlarda ham qanaqa uslubda chiqib ketishi ham imkon qadar tushuntirishga harakat qilaman. Unda o'sha tepa qismini bo'lib olib, yonlaridan sekin olishni boshlaymiz. Yuzni formasiga qarab imkon qadar o'sha bo'lishga harakat qilaman yonini. Sababi bu yerda biz bugungi strishkamizda mana bu qismini, mana bu yondan to'g'ridan qaraganda tepa boshlang'ich qismidan bo'lgan mana shu yergacha bo'lgan qismni unaqa ko'p olishimiz kerak emas. Ya'ni ma'lum bir darajada olingandan keyin soch yoni turishni boshlaydi. O'sha narsaga e'tibor bergan holatda kerakli joylarini imkon qadar soch turib qolmaslikka harakat qilgan holatda olishga harakat qilamiz. Sochimizni qiyin bo'lmasligi uchun qistirib qo'yamiz. Ajratib, keyin yonlarini sekin olishni boshlaymiz. Birinchi navbatda imkon bo'lsa quritib olganimiz yaxshi. Bosh yuvib bo'lganimizdan keyin yojik sochlarda, o'sha tikka turuvchi sochlarda imkon qadar shu yonlarni quritib olaman. Sababi bosh yuvgandan keyin o'sha ho'l holatida olingan bilan turgan holatida olingani adashib qolishimiz mumkin. Farq bo'ladi. Imkon qadar quritilgan holatda olsak, sochni o'sha turib qolishi, soch turishiga qarab o'sha forma beramiz. O'zgarib qolish ehtimoli juda kam bo'ladi. Birinchi navbatda shu flirovkamni juda kam oladigan flirovka bilan ishlayapman. Sababi o'sha imkon qadar orasiga ham, sochning oralariga ham mana bunday holatda oralariga urmaslikka harakat qilaman. Sababi agarda orasiga urib yoki o'rtasidan uradigan bo'lsam, u soch tikka turib, qolgan sochlarni ko'tarib, o'sishida tikka o'sib qolishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar uzunligidan o'tganingizda yoki to'g'ri qaychida yoki flirovka qaychida uzunligidan zinadan olishni boshlaysiz. Mijozimizning mana bu qismida ikkita tomonda o'zgarish bor. Hali tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu yerga e'tibor bersanglar, o'sishida. Bu tomoni boshqacha tarafga qarab ozgina o'sadi. Shu tomoniga e'tibor qaratamiz. Eng pastki quloqning oldiga tushgan joylarni quloqqa tekkizgan holatda tegib turadigan darajada tashlamayman. Flirovkani
ko'rishingiz mumkin qanaqa urayotganimni. Hozircha faqatgina pastki qism bakkin atrofi bilan ishlayapman. Sababi u yoni o'zi sekin ochib, qo'lni ozgina ochib akkuratni qilganimizdan keyin bu yog'i o'zi sekin ko'rinadi. Tepani qaysi darajada olamiz? Mana shu yuz formasiga qarab qaysi darajada olmasligimiz kerak. Mana shu joylari ham qalin bo'lganini hisobiga ozginadan e'tibor berayotgan bo'lsanglar, flirovkam ko'p olmayapti. Kam oladigan flirovka bilan ishlayapman. Ko'pchilik shunga ahamiyat bermaydi. Flirovkani ham ikki xil qilib olgan yaxshi. Bittasi o'sha ob'yom, ya'ni massa olishga, massaviy holatda ko'proq oladigan bo'ladi u flirovka. Bitta flirovka kamroq oladigan flirovka bo'ladi. Kamroq oladigan flirovka bilan bemalol shunaqa tikka turib qoluvchi sochlar bilan ham ehtiyotkorlik bilan ishlasa bo'ladi. Flirovkada ishlashi qulay tomonlari birato'la izlaringizni yo'qotib ketishingiz oson. Va sochini qalin, siyrak bo'lgan joylarini birato'la to'g'rilab ketasiz. Va kirgan chiqqan joylarida juda ham qo'l keladi. Ob'yomi kam joyga ob'yom berish imkoningiz bo'ladi. Ob'yomli joyi, ishib turgan joyi ob'yomini ketkizish imkoni bo'ladi. To'g'ri qaychida mana shunday tarzda to'g'ri qaychida kesamiz. Turgan, ustida ishgan joyini bemalol olishimiz mumkin. Bu aynan quloq, yon holatlarga juda, quloqning yonidagi ishib qolgan holatlarga juda ham qo'l keladi bu usul. Soch yoni turib qoluvchi holatda mana shunaqa slayson uslubda agar ishlasa, turib qolishi kamroq bo'ladi soch. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, sidirib chiqib qolgan joylarni sidirib olaman. Va oxirida imkon qadar qaychida ishlayapman hozir. Oxirida mashinkali joylari bo'lsa ishlaymiz. Va quritib yuboramiz. Yaxshilab endi boya namroq holatda edi. Boya 60-70% ga quritgan bo'lsa, hozir endi qaychidan keyin ancha 50% ishimizni bitkazib olganimizdan keyin yaxshilab quritib olamiz. Archa uslubida kesyapman hozir, bilayotgan bo'lsanglar. Va mashinka yordamida qaychidan qolgan sochlarni qismlarni ozgina olib chiqamiz.
yedirib sochimizni mana bu qismlariga flirovka uchiga faqatgina ishlatishimiz mumkin. Tagiga hech qachon o'rtasiga yoki urmaganimizda yaxshi. Agarda hech qanaqa bu yoqda to'g'ridan ishish bo'lmasa, ishib ketish bo'lmasa, agarda ob'yomini ketkazishimiz kerak joyi bo'lmasa, tagidan urmaganimizda yaxshi. Sababi tikka sochda o'sha hali aytib o'tganimdek, bitta noto'g'ri flirovka urib qo'yishingiz ham soch qayerdadir chiqib qolib, tikka bo'lib o'sishiga olib keladi. Bu yoqqa qarab imkon qadar uzunlashib ketyapti, orqa qismga qarab. Chunki bu yoqni ham hozir agar olib boradigan bo'lsam, ham yoq turishni boshlaydi o'rama tomon. Shuning uchun o'rama tomon qismni bu yoqdan kaltaligi bu yoqqa qarab uzun bo'lib ketyapti. Orqa qismni keyin olamiz. Bu yoqqa o'tamiz. Xuddi haligidagi quloqni oldilarini birinchi olishga harakat qilamiz. Quloqlari mana yo'llari juda ham qalin. Shuning uchun bemalol ob'yom massaga quloqlarning yonini ishlayapman. Ko'proq olyapman. Xuddi shu mana flirovka ishlatayotganingizda ham taroni qilganingizda o'zi chiqib keladi uzun joylari. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu yoq o'sha nariyoq tomonga nisbatan olganim sari turmayapti. Oyog'i juda ham ehtiyotkorlik bilan ishladim. Pastroqqa ketgan, bu yoqqa qarab o'sgan, bir tekis chiroyli o'sgan. Bu yoqni agar sal yana ko'proq olganimda turishni boshlardi va u yoqni turg'izib olmasdan turib, keyin birinchi defekt bo'lgan joy, ya'ni o'sha soch strukturasini ko'rib olganingizda, o'sha qiyshiq o'sayotgan joyni birinchi chiqarishga harakat qiling. Qiyshiq o'sayotgan joyni to'g'ri qilib olishga harakat qilsangiz, keyin to'g'ri tomonni unga moslashingiz oson bo'ladi o'zingizga. Ko'pincha bizda o'sha ahamiyat bermasdan bir yoq tomonni yoki yangi soch, yangi mijoz bilan ishlayotganda o'sha yaxshi tomonini olib qo'yganimizda u yoqda defekti borligini yoki turib qolishini keyin anglab yetamiz va shu bilan birgalikda o'sha soch u yoqdan bu yoqdan ozgina olib to'g'rilaganda mijoz xohishidan ko'ra kalta bo'lib ketishi mumkin. Endi bu yoq tomonini u yoqga moslashim juda ham oson. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, tagiga umuman urmayapman. Faqatgina ustidan, uzunligidan olyapman. Tushovka qilib va chiqib qolgan uzunligini qaychida kantovka qilaman. Va quloqning yo'llarini olishga harakat qilamiz.
Qulog'ini ustida ishib qoladigan joylarini haligi ko'rsatganimdek slaysing uslubida va ustidan yedirish, qaychida yedirish uslubida olyapman. 100% qismini tayyor qilgandan keyin yana quritishni boshlaymiz. Davom etamiz. Soch bo'lni qurib bo'lgandan keyin to'g'ridan formasini ko'rib, shu bakkim tomonda tanchidan qolgan sochlarni yediramiz. Quloqni juda ham ochib olmaslikka harakat qilamiz. Soch mamyodan bir xilla mana ko'rsatib o'taman. Mana bu soch ko'ryaptim. Mana bu sochchi chiqqan joyi mamyodan bo'lgani bilan bu yoqdan graylarni qilib olmasligimiz kerak. Sababi общий fonda mana ochilib qolib xunuk bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar hozir ko'rsatib beraman. Imkon qadar ochib olmasdan, lekin qolib ketgani ham bilinmasligi kerak. O'rta holatda ochmasdan mana qulog'iga mana shu tomonidan bu yog'i ochilmasligi kerak. Turib ozgina olasizlar. Mana ko'rayotganingizdek quloqni orqasiga sekin o'sha ishib qoladigan joylarini ozgina slaysing qilib chiqaman. Turib qolish ehtimoli kam bo'ladi slaysing qilib olinganda yojik sochlarni. Yojik sochlarda imkon qadar polirovkani o'sha o'rtasiga urishda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Juda ham qalin sochning tolasini ahamiyat bersak, agarda o'zini qalinligi juda ham qalin bo'lsa, tagiga bir sidra urib chiqsak bo'ladi. Bu soch hozir o'rtacha qalinlikdagi soch. Juda ham qalin soch emas, lekin siyraga ham kirmaydi. O'rtacha normal holatdagi soch. Qalinligi normal. Va yonini olganimizdan keyin o'z-o'zidan orqa qismga o'tamiz. Yonni ashyolargacha olib kelganmiz. Ikkita tomondan mana yon qismni yedirib olib kelganmiz. Bizda mana shu orqa qism qoldi. Orqa qismni endi ishga harakat qilamiz. Har doim mana shu qismga ham yana e'tibor berasizlar. Juda ham kalta bo'lib ketish kerak emas, turib qolish kerak emas. Men uzun holatda bo'lsa ham plavnostligi baribir mana shu tomon sal kaltaroq bo'lib turib, tepaga qarab uzunroq bo'lgani yaxshi. Sababi hozir orqa sochni juda ham uzun qoldirmaymiz biz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana polirovkaga. Juda ham kam oladigan polirovka. Tepa qismini sal uzunroq qoldiramiz. Sloy tortganimizda, to'g'ri o'zimizga tortganimizda soch mana shu holatda bo'lib tushishi kerak.
mana shu holatda oladigan bo'lsa agar o'sha tepa qism baribir uzun holatda bo'lishi kerak. Pastga qarab ozginadan kalta bo'lib tushadi. Va yana bir uslubda olsak bo'ladi. Tepa qismni olamiz. Mana bu yoq eski olgan, bu yoq tomonimizda ozgina olingan soch bor. Bu bilan bab-baravar qilib qo'ymaymiz. Ozgina yedirib, bu yoqqa qarab uzunlik tortamiz. Ya'ni bu yoqqa qarab uzun bo'lib ketishi kerak. To'g'rilayotgan bo'lsanglar, mana tepa qismga unaqa olmayapman, pashti. Tortib olman. Tegidek sochni olman yana. Yonidagi sochdan eski olgan joyimizdan hisobini olib ovuramiz va davom etamiz. Mana bir qator zonani hamyog'iga nisbat qilib, uzun qilib to'g'rilab olaman birinchi. Ozginadan olib. Past qismni keyin olaman. Past qismga keyin o'taman. Oldin mana shu to'g'rilab olaman, общий. Tepa qismni bir sidirib olib chiqdi. Endi ko'p olishimiz kerak emas edi. Orqani mana shu bir sidirib oldim. Hamma qism ko'proq oldim. Bir sidirib ko'rib olishinglar mumkin o'zingizlar. Qo'lingizda chiqazganingizda ham ikkita tomondan to'g'ri kelyaptimi? Ko'rib olasizlar. Ozgina uzun joylarini tashlashinglar bo'ladi. Sababi bu formada ham bemalol hamyoni sal kaltaroq qilib, hamyoni uzunroq bo'lib, o'sha dumaloq formani chiqarish kerak. Yondan ham bundoq qaraganda, orqa tomondan. O'shaning uchun olayotganda ham bu yoqdan kalta bo'lib, bu yoqqa qarab uzunlashib ketyapti. Xo'p, shu orqa qismini nimaga bunaqa olganimni sababini tushuntirib o'taman. Mana shu tomondan ikkita o'sha uzun bo'lib, bu yoqdan kaltalashib, uzunlashib ketishining sababi o'sha formada ham mana shu uzunroq bo'lsa, bu yoq tomondan ham dumaloq bo'lish uchun va uklatki qilganimizda ham va sochchi o'zi turganda ham, tepadan qaraganda, yondan qaraganda ham yoki oynaga qaraganda ham общий fonda dumaloq bo'lib, chiroyli bir tekstda chiqishi uchun o'rtaga qarab, uzunlikni o'rtaga qarab olib keldim. Va endigi navbat orqa qismni soch orqa qismini birinchi qatorini olganimizdan keyin teglarini olishga o'tamiz. Shu orqa tomonni birinchi uzunligidan tepaga qarab, tepani bu yoqni uzunligiga qarab to'g'rilab chiqishga harakat qilamiz. Orada qalin joylar mana o'zi seziladi. Qalin joylarga ozgina ursak, bu joylarga ko'p urmasdan ehtiyotkorlik bilan ursa, turib qolmaydi orqa zonada. Qaytanga o'sha tepadan kelib turgan qalinlikni pastga qarab plavniy bo'lib ketishi uchun yordam beradi. Va sekin yana orqa sochni olamiz. Tepaga ulayapman mana yana. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Oldin tepaga qarab ulayapman. Uchidan olib,
shuni flirovkada olinganni to'g'ri olingandan farqi soch to'kilibroq turadi. Qilganingizda o'zi bilinadi. To'kilibroq chiqadi. Va mana tepaga ulab bo'lganimizdan keyin o'sha past sochchi, shu orqa sochchi, ya'ni bo'yin qismiga yaqin joyini kantovkasini o'sha mashinkada emas, ozgina uzunlikda qoladigan darajada qaychini o'zida tekislab chiqamiz. Bu tomonini olamiz. Bu yoqda qalinlik bor, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Qalinlik darajasini imkon qadar bir xil tushirish uchun. Boshlang'ich stupenda, boshlang'ich agarda flirovkada endi ishlayotgan bo'lsangiz, tavsiya qilaman shu kamroq oladigan flirovkada ishlashingiz va imkon qadar o'sha orasiga bermaslikni. Faqatgina mana usti bilan ishlayapman, kamaytirishga. Sekin astalik bilan sochni kamaytiryapman. To'g'ri qaychi bilan olingan bilan, to'g'ri qaychida olingan bilan flirovkada olingan albatta farqi bo'ladi. O'sishida ham albatta to'g'ri qaychini ham, flirovkani ham o'ziga yarasha foydalari bor. Lekin flirovkani shu tomoni borki, noto'g'ri ishlatib qo'ysangiz, bo'ldi, o'sha sochingizni o'sishiga ham, turishiga ham ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ko'pchilikda fikr bo'lib qolgan, flirovka sochni flirovkada olinsa turib qoladi, turib ketadi soch, tikka o'sadi degan fikr bo'lib qolgan. Uni to'g'ri foydalanishga harakat qilsangiz, foyda tomonlari va yaxshi tomonlari ham juda ko'p sochni o'sishga. Mana o'zingizlar ko'rib turganingizdek, hozirgi holatda o'sha tegiga urmagan holatda mana yojik soch bilan ishladim flirovkada. Hech qati mana turib yoki boshqa qilmayapti. Va e'tibor bersanglar, kam oladigan flirovkada ishlayapman. Sochchi shundan shu teg qismini ozgina olamiz, kantovkasini. Tepagacha ko'tarib olmayman tegini, sababi bu yerda orqa soch qo'ymayapmiz biz. Lekin plavnistini to'g'rilab, plavniyni переходda o'sha plavniyni to'g'rilab olishimiz kerak, чтобы bilinib qolmasligi uchun. Bo'yinda ham sochlar bor, tuklar. Shart etib kesib qo'ymayman bu yerda. Bu to'g'ri qaychida olaman, hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Qanaqa to'g'ri qaychida olishimni, slaysin uslubida olinadi bu ham. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana soch o'sishi bu yoqqa ketyapti.
birinchi boshlaymiz. Yana kichkina tola sochlarni olib. Xuddi shu tartibda yo'g'on qolaman. Tekis qilib olib qo'ysam ham bo'ladi. Unda ko'rinishida boshqa effekt bo'ladi. Bu slaysin uslubda qilsanglar agar boshqacharoq effekt bo'ladi. Umuman olib qaraganda tekis qilib olib qo'yish xato deb aytmayman. Bu yo'nalish. Kimdir tekis qilib oladi. Kimdir slaysin uslubida olsa ko'rinish vidida ham farqi bo'ladi. Qani ham bilintirmay tegini olganimizni bilintirmasdan ertaga o'sganda ham to'g'ridan orqani ko'rishimiz uchun bu yoqqa qaratib qilib bering. Orqani to'g'ridan qilishimiz uchun sal orqaroq turib, to'g'ri qiling boshingiz. Sal orqaroq turib, общий formani ko'rib olsak bo'ladi. Uzoqroqdan qanaqa turibdi. Yoki orqangizda oyna bo'lsa agar, orqadagi oyna bilan uzoqdan ishlasanglar ham bo'ladi. Notekis joylari bo'lsa, bo'yinga qarab to'g'rilaysizlar. Sochimning yon qismi deyarli, yon qismi, orqa qismlari deyarli tayyor bo'ldi. Sidra kirgan chiqqan joylariga bir sidra qarab chiqamiz. Ko'zdan kechirib. Qurigan holatda o'zini asl holatiga qaytdi soch. Kantovkalarni ham birato'la qilib ketishimiz mumkin. Shu holatda ham. Teg qismini plavniy qilib nega olib tashlayotganim sababi, hozir sirazi men bakkinni qalin bo'lib turgan holatida agar uzganimda yondan to'g'ri ko'rinishi mumkin. Lekin oynadan qaralganda to'g'ridan mijozi o'zini ko'ziga ishib qolgan, bakkin chiqib qolgan bo'lib qoladi. Ko'pincha bakkin chiqib qoladi. Sirazi chopsangiz, pastidan plavniy переход ozgina bilintirmasdan qilib kerak bo'ladi. Klassika soch bo'lsa ham ishib qolgandan ko'ra bakkin tegi ozgina plavniy bo'lib kamroq ishish darajasida chiqqani yaxshiroq. Bu yerda ham xuddi shunaqa, mana tegini o'zini. Olma. Bo'yindagi tuklarni tozalab olamiz bir sidra.
Yon va orqa qismlarini deyarli tayyorlab bo'ldik, deyarli olib chiqdik. Endi o'sha yon va orqa qismiga moslab tepa zonamizni to'g'irlab olishga harakat qilamiz. Yonga to'g'irlab olamiz mana. Top zonani ajratib olganga o'xshab shu yonni cho'lkadan ajratib yon qismlarini ozgina to'g'irlab olamiz. Sidra o'sha tepa qismini olamiz. Tepa qismini otganda yonga tarab olsak, polnik yonga tarab olsa sochchi va oldidan boshlab otganimizda cho'lkani o'zini bir qatorini ajratish oson bo'ladi. Xolislar lirovkadan olinadi bu. Yoki o'sha to'g'ri qaychida ham shuni o'sha archa ustida kessangiz ham bo'ladi. Bilsanglar, to'g'ri qaychida ko'pincha olib chiqqanimizda ozgina izlar paydo bo'lishi mumkin. O'sha izni to'g'ridan to'g'ri flirovka yoki slayson yoki mana bunaqa to'g'ri qaychida archa ustida oladigan bo'lsa, o'sha narsa bo'lmaydi. Ya'ni iz bir-biriga ustiga kirib ketadi sochlar. Sochni yonga taraganimizda qo'shilishini hisobini olishimiz kerak. Tepadan ajralib qolishi kerak emas. Yon bilan tepa ajralib qolishi ham kerak emas. Bizada bu yoq tomonni ulanishini qildik. Hali bu yoq tomonni ulanishi bo'lmadi. Mana ko'rinishda ajratib turib, sira yoki bu yoq tomon uzun bo'lib qolmasligi uchun to'g'rilab olsak bo'ladi. Ko'p olmaymiz bu yoq tomonni, sababi turib qolish xavfi bor. Chunki soch yetarli darajada kalta. Yonib turib o'sib qolish kerak emas. Shif massasidan ham ko'tarib turib, ozgina tekisda olsak bo'ladi. Sidra flirovkada uchun o'tib olsak bo'ladi. Va tepasini olib chiqqanimizdan keyin sochni ozgina quritib olamiz. Qanaqa ko'rinish shekilli qati yana kirgan chiqqan joylari bo'lsa ko'rib olish uchun.
ko'rsatib oldik. Endi o'sha ikki tomonini bir xilligiga bir qarab chiqib, to'g'rilab chiqamiz. Ob'yom bo'lib turgan joyiga soch agar uzun holatda bo'lsa, polirovkani teg qismiga bersak bo'ladi. Teg qismiga. Pachoq bo'lib turgan tomoniga, mana bu yoq tomoni ozgina pachoqroq. Ya'ni ob'yom yo'q. Ob'yom yo'q, mana e'tibor bersanglar. Mana shu holatda mana bu yoq tomon bu yoq tomon bilan bir xil turibdi, lekin ham yoqda tabiiy sochchi o'zini ob'yomsiz joyi bor. Soch ob'yomsiz joyi. Bu yoq tomonda unaqa joy yo'q. Shu hisobiga bu yerga ob'yomini chiqarish uchun, ob'yomini yo'q ko'rish uchun mana shu joyi tegini ochib turib, sochchi o'rta tomoniga, o'rta qismiga polirovka bilan uriladi. Va keyingi qatoriga sekinlashtirib hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Bitta mana soch misol uchun uzunligi bo'lsa, o'rta uzunligiga uriladi, ob'yomsiz joyiga. Ob'yom yotib qolgan joyiga. Bu sochni olganingizdan keyin ma'lum bir soch tikka turadi bu yerda. Tikka turib, ustidagi soch unga tushganida ma'lum bir miqdorda shu yerda ob'yom hosil bo'ladi. Polirovkani o'rtaga berishdan maqsad shu. Va mana shu yerga bir sidirib ko'p emas. Men hozir ko'p ishlatayotgan bo'lishi mumkin. Bir xil polirovka qaychilarda bittadan urilsa yetadi. Bir sidirib olib bo'lganimizdan keyin mana o'zi titganingizda sochchi to'g'ridan qaralganda o'zingizlar effektini ko'rasizlar. Faqat ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Ko'p urib olish kerak emas polirovkani. Hozir men tushuntirgan joyimga ko'p urilsa ketdi, ochilib qoladi, bir xillikligi yo'qoladi. Tagiga urib olamiz ozginadan ishgan joyini. Tepadan ko'proq ulab turib, bu ishgan joyini bilib olganman. Boyiga qismni ajratgan holatimda urmayapman. Tepadan tushirganimda o'sha mana shu ishgan joyini tagiga urganman. Nega tagiga uriladi? Soch uzun bo'lsa birinchidan urganingiz yaxshi. Sababi tagidan to u soch uzun bo'lib chiqquncha olinadigan payti keladi va yana o'z-o'zidan to'lib ketadi u soch. Uzun bo'lsa tagiga ursangiz, o'sha yerdan siyraklashib, soch qanchalik kamaygandan keyin og'irligi pasayib, o'sha ob'yomi yo'qoladi. Soch qanchalik qalin bo'lsa, uzun bo'lsa, tagiga urilgandan keyin, u soch yumshagandan keyin, og'irligi yengillashgandan keyin sekin pasayishi, ob'yomi yo'qolishni boshlaydi. Ko'p urmadim. Ozgina bu yoqdan ob'yom chiqardim. Ozgina bu yoqdan ob'yom oldim, balans bir xil bo'ldi. Ya'ni sochni bemalol quritib, o'zini holatida qilganimda ham uje bir-birini ustiga tushib, balans to'g'irlanyapti. Va oxirgi ishimiz qoldi, cho'lka qismi. Ozgina cho'lka qismida shu notekisliklar bo'lsa, to'g'irlab ishimizni yakunlaymiz. Cho'lka qismini ajratib olamiz. Oddiy oson uslubda ko'rsatib beraman sizlarga. Ajratib olganimizdan keyin biz tekis kesganimizdan ko'ra
uni slaysen uslubida kesamiz. Sababi slaysen uslubida kesilsa, oralari ochilib cho'lka to'kilib turadi. Bu chiroyli effektni beradi. U oldiga tushirib olgan taqdirda ham yoki yonga taragan taqdirda ham klassikadan boshqa uslubdagi stillarni ham chiqarsa bo'ladi uklatkalarda. Peshonaga slaysen urayotganda qaychini imkon qadar mana peshonaga tegish kerak va kirib ketmasin. Imkon qadar qirib olish kerak emas. Ehtiyot bo'lib ishlatasizlar. Kam ishlatganlarga tegishli bu yoki umuman ishlatmaganlarga tegishli. Qaychisi slaysen bo'lmaganlar ham bu holatda slaysen olsa bo'ladi. Pastga qarab olayotganingizda qaychi sal yopib tushiraverasiz. Tushirayotganingizda qaychi bilan tushayotganini balansi bir xil bo'lishi kerak. Uni qo'lingiz bilan sezishingiz kerak. O'ynadan ko'rasiz, qanaqa tekislaydi. Peshqinning joylari bo'lsa yana tekislaysiz. Ko'p ovorishimiz kerak emas. Sababi boya qirqqanimizning o'zida ham birinchi olib ko'rsatganimda qirqqanimizning o'zida ham uzunligi olinmagan. Hozir notekislik tomonlari bo'lsa, o'shani tekislaymiz xolos. Va mana ko'rganingizdek strishkamizning cho'lka qismi ham tayyor bo'ldi. Bir sidra o'sha kantovkalarni ko'rib chiqamiz. Tagida o'sha ozgina ko'targanda xalaqit qiladigan joylari bo'lsa, ozgina olib tashlaymiz tuklarni. Imkon qadar cho'lkani tagini ko'p olib tashlamaslikka harakat qilinglar. O'sganda xunuk o'sadi. Agar zarurat bo'lganda olish kerak deb o'ylayman cho'lkani tagini. Mana strishkamiz ham deyarli tayyor. Endi hozir sochni bir sidra yuvib olsak, keyin klassik uklatkani ustida ishlaymiz. Mana boshni yuvib olganimizdan keyin uklatkani boshlaymiz. Uklatkadan oldin ulajnitildan foydalanamiz. Bu sochimizni yanada yumshoq qilib, ulajnitilning foydasi fen issig'idan, ya'ni soch kuyishini oldini oladi va sochni yanada yumshatib beradi. Uklatka qilishimizga oson bo'ladi. Shuning uchun bu ulajnitildan foydalanamiz. Birinchi navbatda o'sha zonaga bo'lib olamiz hozir. Ya'ni o'sha farq ochmoqchi bo'lsak, farqimizni ajratib olamiz. E'tibor qaratamiz. Yaxshilab e'tibor qaratasizlar. Orqasiga shu qanaqa holatda ishlatyapman. Mana birinchi tarona olib bersalar operatorimiz, tarona mana qo'lda qanaqa ushlab aylantirayotganim, qo'llarimga e'tibor bersanglar, oddiy harakat va mana kiryapti soch, ozgina chiqyapti va fen chiqayotgan joyiga kelyapti va buni qanchalik bu yoqqa qiyshaytirsa, o'sha holatda qotadi. O'shanisiga ham e'tibor berishimiz kerak. Skeletkada ob'yom berish.
Bu yog'iga ob'yom kerak emas, pastiga. Asosan birinchi shotiga berib olamiz. Ishi kerak bo'lmagan joyiga bu yerga ob'yom bermaymiz. Mana bu kerak bizga ishi, mana yaqinlashtirib bering. Bu yoq tomoni kerak emas, mana. Ob'yom berilyapti va bu yoqqa ob'yom berilmaganning hisobiga bu yoqni sal mana bu yoqni ko'tarib bu yoqni bir sidirim bundoq qilamiz, mana. Ob'yom kerak emas. Bu yerga ozgina ob'yom bosh formasini dumaloq qilib chiqarishimiz uchun. Mana yoniga ob'yom bermaymiz. Yengil issiq havo berib turib, men ketidan sovuq havo beryapman. Ob'yom yotadi. Yani sovuq havo beryapman, bemalol quloqga yaqin bo'lsa ham. Va davom etamiz. Endi xuddi shu narsani ob'yomni orqaga kuchliroq qilib bravo ishlab beramiz. O'rtaga ob'yom beryapman. Ko'proq ob'yom beryapman o'rtasiga. Yonini pastga sidiryapman. Ob'yomini yo'qotish uchun. Keyin ketidan muzdek havo beryapman. Dumaloqligini chiqarish uchun. Bu yoqga ozgina ob'yom kamaytirdim ob'yom. Bu yog'ini o'sha yotqizib yuboraman. Yog'iga ob'yom ozgina.
ob'yom berib turib ozgina to'la sochni tekislab o'tib ketyapman. Oldin skletkada ko'tarib olib, tagini qurtib olib, keyin braush tarog'ida uni silliqlab o'tib ketyapman birato'la. Mana ob'yom xuddi bu yerda ham ozgina orqaga tortib ob'yom beryapmiz. Va uchini cho'lkaga yaqinlashganimda cho'lkani ulab olmay turaman. Endi mana bu qismni ulashga harakat qilaman. Keyin sekin bu yoqdan orqaga ketgan joyi bor, bu yoqdan yonga mana. Uni skeletka tarog'ida qilsak ham bo'ladi, braushda qilsak ham bo'ladi. O'sha tegini quritib, sindirib chiqarib olish uchun skeletkada qilib ko'rsatib beraman. Farq ochganimizda mana qo'lni olib turib misol farq ochadigan bo'lsa, imkon qadar bu yoqdan ozgina tepaga qarab, o'ramaga qarabroq qilib qishatirganimiz yaxshiroq. Sababi hozir farq ochganimni tushuntirib o'taman. Bu yoqdan qarab, bu yoqqa qarab ob'yomni ko'tarib boramiz. Sababi to'g'ridan qaraganda, shunda bizda to'g'ridan qaraganda katta farq bo'lib qolmasligi uchun hozir yo'lini tushuntirib o'taman sizlarga. Katta bo'lib farq bo'lib qoladi bir xillada. O'sha narsani yo'qotish yo'li bu. Imkon qadar tepaga tortamiz, o'rama tomonni. O'ramani ochilib ketmasligi uchun bu yoqni bu yoq o'rama, bu yoq tomonga, bu yoq qismini bu yoq tomonga ko'proq tortamiz mana. Arig'i yopishga harakat qilamiz, jipslashtirishga.
birato'la cho'lka qismini ham ulab ketaveramiz braush taroqda. Mana ob'yomni yo'qotish uchun hozir birinchi issiq havoni beraman shu yoqqa. Berib turib ko'proq bir 3-4 marta berganimdan keyin mana bu sovuq havosi bor. Bundoq qilib turganimda uje muzdek havoni yoqqan bo'laman. E'tibor berasizlar. Muzdek havoni yoqyapman, yoqdim. Bu yerda dumaloqligini ozgina cho'lkani ob'yomida mana tortyapmiz, bu yoqqa dumaloqroq qo'yamiz. Tegidan mayda sochlarni qo'shib yuborish uchun suv beryapmiz va muzdek beryapmiz. Muzdek har doim bizda qotirib beradi. Ob'yom bo'shi joyida ushlab beradi. Tortyapman bu yoqqa. Mana mashq qismida ko'rayotgan bo'lsanglar, mashq qismiga sal ob'yom bersa, bu yoqni sal bu yoqdan bu yoqqa ob'yomni yaqinlashtirsa, mana bu holatda yaqinlashtiramiz. Havoni bu yoqdan berib, mana bu yoqdan berib, mana bu holatda ham bu yoqqa ob'yom berib pishiramiz. Bu yog'ini tepaga qo'yib olishimiz kerak. Shunda cho'lkadagi ob'yom yanada tepaga ulanib chiroylilashadi va to'g'ridan qaraganda farqimiz katta bo'lib qolishi kerak emas. Mana hozir bu yerda katta turibdi. Sababi mana bu yoqqa tortishimiz kerak buni va orqaga qarab ham yoni yopib ketsa, o'zi ham narsalarni yopib ketsa, shunda ob'yomimizni farqimiz katta bo'lib ochilib qolmaydi. Hozir shu narsani amalda ko'rsatishga harakat qilaman. Mana e'tibor bersanglar, farqni imkon qadar yaqinlashtiryapman bir-biriga.
kletkadan keyingi to'g'ri bo'lishini birsidira braushda to'g'irlab olamiz. Braushni to'g'irlab olamiz. O'sha tartibda ob'yom beriladi farqi. Mana taqaolman imkon qadar. Lekin bu yoqqa ham o'tib ketib qolishim kerak emas. Hamma yon tortayotganingiz bam chizig'i bilan chizig'iga o'tib ketib qolmaylik. Bu yoqqa imkon qadar birsi-biri qanaqasiga fenni berib olsanglar. Umumiy formani berib oldik sochga va bu yog'iga tinuchka yoki mana bunaqa voskdan foydalanishimiz ham mumkin. Matni ishlatmaganimiz yaxshi. Sababi glansliroq bo'lib, hamma mayda-mayda sochlar ko'proq blesk beruvchi yoki tinuchka, osis tinuchkasi bilan ko'proq silliqlashadi. Hali shu voskni oldin birsidira hamma yog'iga surib chiqamiz va polning ichlari bilan suramiz. Tepadan orqadan boshlab sekin boshlang'ichida ozginadan sepib chiqamiz. Tagini ko'tarib ozgina uzoqroqdan sepamiz. Birinchi ozginadan. Hali qotishi uchun sepmayapman. Ozgina ushab formani chiqazib olman, ushab turish uchun. Mayda sochlarni ko'rib chiqiladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa ob'yomni, mana shu formasini to'g'irlab, mana bu yo'g'ini pachoq qilib qo'ymasdan yonini qilamiz va mana bu yerda pachoq joylaridan sekin ulaymiz. Formani yaxshi berganingizdan keyin fenni bu taroqda shundoq qilganingizda o'zida nachos taroqda shundoq qilganingizda o'zi keladi. Fenni bergan formangiz. Lekin fenni forma bermasdan turib nachosni o'zida agar ishlaydigan bo'lsangiz, forma noto'g'ri berilgan bo'lsa ham baribir soch tez tashlab yuboradi. Shu tomoniga ahamiyat berish kerak. Birinchi o'rinda o'sha strishkadan keyin ukladka qilinganda, uklatgan fen bilan forma berish birinchi o'rinda. Shuning uchun to'g'ri qaramasiga shu tomonlariga
ko'p lak sepib qotirib qo'ymayman hozir. Общий formani chiqazib olaman hozir. Keyin ochuv oralarni mana qilib to'g'irlab chiqsangiz bo'ladi. Va farqdan bu yog'iga ishlaymiz endi. Hozir orqa bilan ozgina bu yoq tomonni ozgina ishlab oldik. Endi farqdan boshlab ob'yomini to'g'irlab chiqamiz. Izlarni sekin-sekin yopamiz. Uchini o'ziga yog'izib, qancha ob'yom berib qotirib olganimizdan keyin. Lakka ozgina sepib ob'yomini qotirib oldik-ku. Ob'yomini to'g'irlaymiz. Lak sepamiz ozgina. Ya'ni skeletini to'g'irlab bo'lganimizdan keyin mana mayda sochlarni sekin-sekin o'zini joyiga tortamiz. Ana endi orqa, bu yoq tomon va bu yoq tomonni ulaganimizdan keyin cho'lka qismi qolyapti. Cho'lkani orqa tomonga ulashimiz kerak. Xuddi shu tartibda. Keyin yonlariga ham bir sidra o'tib yuboriladi, qarab olinadi. Mana buni to'g'irlab olganimizdan keyin bu yoqni ob'yomini bo'ldik. Oldidagi mayda sochlarni yotqizib chiqdim. Ob'yom berganimdan keyin deyarli tayyor bo'lib qoldi. Uqlatganmiz. Endi qotirish etapiga o'tamiz. Qo'lni ozgina
boya sepib chiqqanimizdan keyin общий forma berib olingandan keyin ustidagi mayda sochlarni sepib, o'sha mayda soch bor joyiga sepib, ustidan ozgina qo'limiz bilan ozgina mayda sochlarni qo'lda yopib boramiz. Uklatganimiz ham deyarli tayyor bo'ldi. Oxirida shu bleskdan foydalangan holda yanada ishimizni chiroyli ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana kuyovli uklatganimiz ham tayyor bo'ldi. Strishka uklatga klassik obraz berishga harakat qildik. Bugungi darsimizdan kimdir kerakli ma'lumotni o'ziga kerakli bo'lgan, qiziqarli ma'lumotni olgan bo'lsa, xursandman. Mana ko'rishinglar mumkin bugungi kuyovli obrazimizni.